Assalomu alaykum hammaga. Bugun hayotimda juda katta ma'noga ega bo'lgan va hayotdagi shiorimga aylangan rivoyatni sizlarga ham so'zlab bermoqchiman. Juda ma'noli, ibratli rivoyat, qaysidir ma'noda insonning yuragini tub-tubiga kirib boradigan, dunyo qarashini o'zgartiradigan rivoyat. Chunki men bu rivoyatni eshitgandan keyin juda ham ta'sirlanganman va hozirgacha hammaga shu rivoyatni aytib, qanaydir tushkunlikka tushgan yaqinlarim bo'lsa, kayfiyatini ko'tarishga, shunaqa dunyo qarashini o'zgartirishga harakat qilaman va sizlarga ham shuni ilindim. Qadim o'tgan zamonlarda bir inson jamoa oldida Allohni borligiga shak keltirib, Alloh yo'q deb ishonmaydilar. Allohni borligiga yo'q, Alloh yo'q. Hamma narsa o'zimizni harakatimizdan, mehnatimizdan kelib chiqadi deb rad etadilar Allohni. Shunda hamma insonlar qarshilik qiladi, jamoa qarshilik qiladi, imomlar qarshilik qilishadi. U kishi yo'q, men harakat qilamiz, o'sha harakatimiz tufayli natijaga erishamiz. Bu xatolarimiz tufayli halokatga bo'ladi, keladi. Mehnat qilsak rohat qilamiz. Hamma narsa o'zimizdan. Hech qanaqa Alloh, boshqa narsa degan tushuncha yo'q. Insonlar bu, hayot bu, shu tamom deb turib oladilar va buni isbotlamoqchi bo'ladilar. Men isbotlayman bu narsani. Qani men harakatsiz holatda turganimda ham Allohing meni agar hamma narsani ko'rib tursa, hamma narsaga qodir bo'lsa, dunyoni yaratgan bo'lsa, men harakatsiz holatimda ham, hech qanday kimsasiz joyda holatimda ham Alloh meni qornimni to'ydiradimi, meni yordam beradimi, mushkulimni oson qiladimi? Ko'ramiz shunaqa narsani, men sizlarga isbotlayman deb kimsasiz joyda g'orga kirib, qorong g'orni tub-tubiga ichiga kirib o'tiradilar. Shunda Allohning amri bilan yomg'ir yog'adi, cho'lda yomg'ir yog'ganda cho'lda o'tayotgan karvon, amaldorning karvoni o'tayotgan bo'ladi. O'sha g'orga tashrif buyurishadi, gulxan yoqishadi, olovda har xil taomlar pishirishadi, savdo amaldorni dasturxoni to'kin sochin dasturxon, g'or isigan, musiqalar, mana shunaqa bayramona dasturxon bo'ladi va uni o'sha odamga ko'zi tushadi, o'sha davradagilarni, va amaldor aytadiki, u insonni ham o'z dasturxonimizga taklif qiling, tanovul qilsinlar u kishi ham deb aytadi. Shunda soqchilar borib, sizni amaldor dasturxonlarga taklif qilyaptilar deb aytganda, u inson rad etadilar, yo'q, men hech qanaqa narsa yemayman, isinmayman, yo'q, men joyimdan qimirlamayman deb aytadilar. Shunda amaldorga bu gapni soqchilari aytishganda, amaldor aytadiki, bu inson cho'lda adashib qolganmi yoki bir telbami, kim bo'lishidan